Bugungi videoda men $1, $10, $100, $1000 va $100,000 haykallarni tekshirib, ularga baho berib chiqaman. $1 haykalimiz bu mana qishloqi. Ko'rib turganingizdek, bu qishloq narxi $1 turadi. Ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli qilib, o'zidek qilib yasalgan burunlarini o'xshatib. Xullas, bu qishloqiga 10 dan 4 baho qo'yaman. Unchalik o'xshamagan narxiga yarasha. Ana endi $10 haykalga o'tamiz. Va bizning $10 haykalimiz mana do'stlar. Herobrine mana toshdan yasalgan, juda chiroyli yasalgan. Boshning ichida hech narsa yo'qmi? Uylar ham bo'lishi mumkin. Ko'raylikchi, yo'q, hech narsa yo'q. Xo'p, bu juda chiroyli yasalgan. Buni qilichlar ko'tarib, Creeper kallasini ustiga oyog'ini qo'yib turibdi. Va men bu Herobrine haykalga, $10 haykalga men 10 dan 6 qo'yaman. Va endi $100 haykalga. Va bizning $100 haykalimiz mana do'stlar. Juda chiroyli mana qilich, olmos qilich va mana bu yerda qonlar oqyapti menimcha. Mana buning ichida uy bor menimcha. Ko'ramiz hozir buni. Xo'p, ichida ko'raylikchi nimalar bor ekan. Xo'p, bu yerda menimcha lift bor. Mana bu liftdan tashqariga tepaga chiqamiz. Mana chiqdik, nimalar bor ekan bu yerda. Mana bu palka nima qilyapti bu yerda? Tushunmadim. Sandiqlarining ichida nimalar bor ekan ko'ramiz. Xo'p, bo'ldi. Mana bu sandiqlar juda ham zo'r ekan. Bunga 10 dan menimcha 8 qo'ysam kerak. Undan 8. Xo'p, pechkalarning ichida hech narsa yo'q. Va yana tepaga chiqsak bo'lar ekan, bolalar. Xo'p, bu yerdan ana endi mana bu yerda jonlar chiqib turibdi, lekin men kreativda bu modning noto'g'ri qilingani sababli menimcha yana bilmadim. Va biz $1000 haykalga o'tamiz. Va bizning $1000 haykalimizda bu menimcha millioner qishloqi bo'lsa kerak. Buning ham uyi bormi bilmadim. Hozir tekshirib ko'ramiz. Qaranglar, qilichlarni ushlab turibdi. Bularni kim qurgan desangiz, bu yog'i sir. O'zlaring agar bilsalaring topib olinglar va kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu yerda ko'ramiz, uy bormikan, yo'qmikan. Menimcha uy yo'q. Bu nima bo'lishi? Bu ko'zini yoriq qilib turadigan narsa bo'lar. Va endi men bu haykalga 10 dan maylis 10 dan 9 ball beramiz. Va endi biz $100,000 haykalga o'tamiz. Qani bo'lmasa, let's go. $100,000 eng qimmat haykalimizga ketdi bo'lmasa. Va bizning $100,000 haykalimiz. $100,000 haykalni ko'rsatishdan oldin bir donagina videoga like bosib, albatta kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Mana do'stlar, $100,000 haykalimiz. Ko'rishingiz mumkin, juda ulkan va chiroyli bir ritsar turibdi. Yana bilmadim, oddiy ritsarning kiyimi bo'lishi ham mumkin, sovutlari va juda ham chiroyliligini qaranglar. Qilichi oltinlardan yasalgan va o'rtada qanaqadir dinamitlar turibdi. Bu $100,000 haykalimiz. Narxiga juda ham yarashadi va buning ichida ham nimadir bo'lishi mumkinmikan? Yo'q, buning ham ichida hech narsa yo'q va men bunga 10 dan 10 baho beraman. Juda ham zo'r qilib yasalgan. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu dinamitlar ham bor. Va shu bilan bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.